Yazda ailəvi borib dam olib kelsə bo'lgan eng zo'r otellardan birisi bu Vinpearl Resort bo'ladi. Bu otelimiz Vyetnamning Nichang shahrida joylashgan va o'zini shaxsiy ostrovini ega bo'ladi. Bu otelda dam olganlar hazrati basseynlarga tushib, oppoq qumli plyajda zagarlarni olib yotishlari mumkin. Agar katta oilali bo'lib boradigan bo'lsangiz, sizlar uchun spesial villalarni olib beramiz. Ham oddiy dam olsa, ham narxlari ham zo'r chiqadi. Otelga joylashib bo'lganlaringizdan keyin aynan shu ostrovda joylashgan Win Wonders parki bor. Bu yerda siz Safari Park, Aqua Park hamda attraksionli parklarni topishingiz mumkin bo'ladi. Xullas borib, hazatib, dam olib kelasizlar. Bir hafta shabat ketganini bilmay qolasiz. Bu parkka bir marta pul to'lab kelasiz, kun davomida xohlaganingizcha girib chiqib yuraverasiz. Eshitasa shuning ko'ngilochar shoular, konsertlar bo'lib o'tadi. Xullas, oilaviy bolalar bilan borsangiz, hazatib, aylanib, xordiqlarni chiqarib kelasiz. Bizda hozir Vyetnam Nichang uchun rangi bron yetib turibdi. Zo'r otellarni zo'r narxda olib qo'ysangiz bo'ladi. Shunday otellar kamida 20% dan arzon chiqadi. Bron tushish uchun esa atigi 30% to'lab qo'ysangiz bo'ldi. Aynan Vinpearllar yozda umuman joy topish qiyin bo'ladi. Topilsa ham dim qimmat chiqadi. Shuning uchun ham eldan olib qo'yishni tavsiya beramiz. Ofisimiz 9 dan 6 gacha ochiq, bemalol kelaverasiz.